Yana Tabaroniy rivoyat qiladi. Oysha radhiyallohu anhodan aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda aytdilar: "Ey odamlar, Allohdan haqiqiy hayo qilinglar" dedilar. Shunda bir kishi: "Ya Rasululloh, Alloh taolodan biz haqiqiy hayo qilamiz" degan ekan. Rasululloh aytgan ekanlar: "Kim sizlardan haqiqiy hayo qilayotgan bo'lsa, hech bir kecha tunamasin, illo ajali ko'zining o'ngida bo'lsin" deganlar. Ya'ni Allohdan haqiqiy hayo qilayotgan inson bir kecha tunamaydiki, illo ajali ko'z o'ngida bo'ladi. Men o'laman ehtimol shu kecha degan xavotirda turadi doim. Va qorni ichiga olgan narsalarni asrasin deganlar. Ya'ni nima kiryapti bu qoringa? Uni asraydi, haloldan yeydi faqat. Bosh va u o'z ichiga olgan narsani asraydi. Ya'ni miyangda nima fikr bor? Bosh o'z ichida olgan degani ko'zingni asraysan, tilingni asraysan, qo'lingni asraysan va hokazo. Va o'limni va chirishni eslaydi. Va dunyo ziynatini tark qiladi. Mana shunday qilgan kishi Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'lar ekan.